أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kibrni, oliylikni yolg'iz o'ziga xoslagan, uni bandalarini ichida harom qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Va kofirlarga qattiq qo'l, mo'minlarga esa hokisor, olamlarga rahmat bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, ahli oilasiga va ashablariga salovat va salomlar bo'lsin. Bashariyat mana bu hayoti dunyoda yoki jannati yoki jahannamiy bo'lishlik uchun imtihon ustida bo'lar ekan, insonni ikki dunyo saodatidan to'sib badbaxtlikka yo'liqishiga sabab bo'ladigan gunoh kabiralardan navbatdagisi takabburlik, kibr. Alloh taolo aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va qala Musa inni uztu bi robbi va robbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Musa alayhissalom dedi: Albatta men Robbim va Robbingizdan har bir hisob kuniga iymon keltirmaydigan mutakabbirlardan panoh so'rayman dedi. La jarama annalloha ya'lamu ma yusirruna va ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Shubhasiz Alloh ular yashirayotgan va oshkor qilayotgan narsalarni bilur. Albatta u mutakabbirlarni yaxshi ko'rmas. Va yana boshqa oyatda aytadi: Va qala robbukum ud'uni astajib lakum innallazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Robbingiz menga duo qilinglar, ijobat qilaman. Albatta mening ibodatimdan yuz o'girganlar jahannamga xor u zor bo'lgan holda tushurlar deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadi, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. Bir kishi mag'rurlanib, o'zidan ujublanib, ikki kiyimida kerilib yurgan edi. Shunda Alloh uni yerga yuttirdi va u to qiyomat kunigacha yerga cho'kkan holda qoladi. Ushbu hadis kibr va o'ziga berilib, mag'rurlanib yurishdan ogohlantiradi. Chunki bu odam kiyimlariga mahliyo bo'lib g'urur bilan yurgan edi, natijada Alloh uni yerga yuttirdi va u to qiyomat kunigacha yerga cho'kkan holatda va azobda davom etadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, biror kishi kibrlanib yursa va o'zini ulug' sanasa, Allohga Alloh undan g'azablangan holatda yo'liqadi dedi. Va iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara va kana minal kafirin. Shaytonning ham kofir bo'lishidagi asosiy sabab o'zini katta olib kibrlangani edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadi: La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibr. Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala inna Alloha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq va ghamtun nas. Rasululloh aytdilarki, qalbida zarra misqolicha kibri bo'lgan kishi jahannamga kirmaydi dedi. Shunda bir kishi so'radiki, bir kishiki kiyimlari go'zal bo'lishini yaxshi ko'radi, shu kibrmi dedi. Rasululloh aytdi: Alloh go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi. Kibr bu haqni tan olmaslik va insonlarning ustidan kulishlikdir dedi. Ya'ni kiyimingizni chiroyli bo'lib, ajralib turishini yaxshi ko'rishingizda muammo yo'q. Muammo o'sha kiyimlar bilan boshqalarni mensimay qo'yishlikda. Meni kiyimim senikidan zo'r deb boshqani kamsitish. Yana boshqa Allohning bergan ne'matlari bilan faxrlanish bu kibr. Kibrning eng kattasi men sendan ilmlikman deb ilmi bilan yoki fazilatlari bilan kibrlanishdir. Yoki menda falon narsa bor, senda yo'q deb sizda bor ne'matlar bo'lmagan kimsalar bilan o'tirmasligingiz bu kibr. Allohning ne'matlarini zikr qilish mustasno, ya'ni ibrat olishlik uchun. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Lekin eslashlik o'zingizni katta olishlik uchun bo'lsa, jannatdan to'sadi. Salamat ibn al-Akva aytadi, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldida chap qo'lida ovqat yedi. Shunda Rasululloh u kishiga o'ng qo'ling bilan yegin dedi. Haligi kishi yeyolmayman dedi, ya'ni kibrlanib. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, unday bo'lsa yeyolmagin dedilar. Salamat ibn al-Akva aytadi, shundan keyin haligi kishi o'lgunicha o'ng qo'lini og'ziga olib bora olmay o'tib ketdi dedilar.
alloh taolo aytadi: "Vala tusa'ir khaddaka lin-nasi va la tamshi fil arzi maraha innalloha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur." Odamlardan kibr bilan yuzingizni burmang va yer yuzida kibr havo bilan yurmang. Albatta Alloh har bir mutakabbir, maqtanchoq kimsalarni yaxshi ko'rmas deydi. Odamlarga kalandimoqlik qiladigan, Alloh bergan ne'matlari bilan faxrlanib, ne'mat bergan zotni unutib, o'zidan ujublanib yuradigan kimsalarni Alloh suymas.